Bugungi kunda Buxoro viloyatida hududlarni kompleks rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarda Buxoro davlat universiteti ilm, ta'lim va innovatsiyalar markazi sifatida faol ishtirok etmoqda. Universitetda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi yo'lga qo'yilib, yangi g'oyalar va amaliy yechimlar hudud taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Buxoro davlat universitetida 2025 yil uchun ilmiy tadqiqotlarning natijadorligini oshirish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Shu maqsadda universitet kafedralarida hududdagi xususiy sektorlarning ilmiy innovatsion ehtiyojlariga bo'lgan talablarni o'rganish asosida hal etilishi lozim bo'lgan 73 ta muammolar bazasi shakllantirildi. Muammolar bazasi asosida kafedralarda ilmiy tadqiqot faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda mana butun mamlakatimizda, shu jumladan Buxoro viloyatida xalqimiz ijtimoiy, iqtisodiy hayotini yaxshilash, shu jumladan kambag'allikdan chiqarish asosiy dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mana Buxoro davlat universiteti tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti olimlari ham mana shu masaladan chekkada qolmasdan o'zlari bo'sh vaqtlarida aholi bilan uchrashish, ularni masalan yer uchastkalaridan foydalanish va boshqa turdagi mahsulotlar yetishtirish bo'yicha o'zlarini hissalarini qo'shib kelyapti. Mana bizning fakultetimiz olimlari bo'sh paytlarida Buxoro tumani hududidagi kambag'al oilalarda, shu jumladan boshqa turdagi oilalarda ham mana shu yerdan unumli foydalanish, o'sha yerda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, parrandachilik bilan shug'ullanish, asalarichilik bilan va shunga o'xshagan aholini band qilib o'zi mustaqil daromad topish masalalariga ko'mak berib kelyapti. Olimlar tomonidan mana shu masalani yechish masalasida Buxoro viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan fakultetimiz Buxoro davlat universiteti hamda Buxoro tumani hokimligi o'rtasida memorandum imzolandiki, bu memorandumda asosiy ko'zda tutilgan masala mana prezidentimizning 2024-yil 3-oktyabrdagi 73-sonli qarorlarni hayotda tatbiq qilishga bag'ishlangan. Shu munosabat bilan mana shu Buxoro tumani hokimligining mas'ul xodimlari hamda mahalla yetkiliklari yig'ilib 2-3 kun mana shu bizni fakultetimizda o'qish o'tkazildi. Shundan keyin mana bu fakultetimiz olimlari tomonidan oilalarga chiqib, o'sha yerdagi aholini bo'sh yerlarni qanday foydalanish kerakligi, endi nafaqat bu yerda foydalanishi, balki biz mana shu 20 turdagi mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha qo'llanmalar ham tayyorlab berildi. Biz borganda masalan qo'llanmalarni shunday berib, mana shunday qilsangiz mana buncha hosil olasiz degan emas, o'tirib bemalol suhbatlashib, ular bilan yerdan qanday foydalanish kerak, shu yerdan qanday foydalanish kerak, qancha o'g'it berish kerak, qachon sug'orish kerak, mana pomidor yetishtiradimi, kartoshka yetishtiradimi, mana ikki sotovdan hatto mana bu kichik kreditlar hisobiga teplitsa xo'jaligi olib, mana shu yerlarda xalqni o'zi yetishtiryapti. Shu bilan bir qatorda mana bizning fakultetimiz huzurida undan o'tadigan Sovurda 300 metrlik masofada Buxoro davlat universitetining bevosita o'zlarining tashabbusi bilan simto'rlar bilan o'ralib, tozalanib, o'sha yerda o'rdak, g'oz, tovuq yetishtirish bo'yicha ilmiy markaz tashkil qilindi. Mana agar shu biz bu ishni agar aprel oyida boshlagan bo'lsak, bu kunga kelib mana shu o'quv markazida qarib 300 boshga yaqin mana shu hozirgi aytgan parrandalarni boqishni tashkil qildi. Xalq endi biz qachonki xalq bilan uchrashgan paytimizda shu gaplarni aytganimizda kelib mana shu yerdagi bizni tajriba uchastkamizdan qanday chiqarilyapti, mana tuxumdan qanday parvarish qilinyapti, o'rdak, g'ozlarni ko'rib ketib oilalarda tashkil qilayotganini o'zi guvohi bo'ldik. Yoki masalan mana shu kartoshka ekishni masalan 2 sotiq joydan qarib 1 tonnaga yaqin kartoshka yetishtirish, agar shunday tushirgan paytimizda bir nechta oilalar mana shu ishni qilib o'zlari guvoh bo'ldilar. Bundan tashqari mana zamburug' yetishtirish bo'yicha mana oilada bemalol zamburug' yetishish imkoniyati bor. Bizni masalan hozir fakultetimiz o'zida shu zamburug' yetishtirishni yo'lga qo'yilganki, kelib xalq shundan o'rganib ketib, bir nechta mahallalarda mana shuni hozir tashkil qilingan. Yoki aytaylik asalari juda ham katta masalan mablag'ni ham talab qilmaydi.
Shuni mana hozir o'zimizda ham bir 20 ga yaqin, oilaga yaqin asalari qutilari qo'yilganki, mana shu yerda asalarichilik ham rivojlantirilgan. Biz mana bularni aylanib yurgan paytimizda nafaqat mana shu kambag'al oilalarni kambag'alchilikdan chiqarish masalalariga qaratildi, balki o'sha fermer xo'jaligida yetishtirilayotgan g'o'zani qanday parvarish qilinyapti, don qanday parvarish qilinyapti, ularni masalan zarar kunandasiga qanday kurashish kerak bo'lgan maslahatlar ham berildi. Mana hammamiz yaxshi bilamizki, bizda o'sadigan chinni gujum deymiz, sadaqayrag'och. Mana shu sadaqayrag'ochni nobud qiladigan bitta qo'ng'iz borki, u faqat shu o'simlikka moslashgan. Biz mana shuni bemalol olimlarimiz tomonidan qaysi dorilar bilan, qaysi ximikatlar bilan foydalanish, qachon masalan shuni kimyoviy ishlar berishni tavsiyalarini biz hokimiyatga taqdim qilganimizda yoppasiga mana shu buyurmalar mablag' ham topildi, nimalar ham topildiki, ana bir marta birga qilib chiqilgandan keyin hozir mana yashnab o'sib o'tganini guvohi bo'lamiz. Bu narsani o'tgan yil bilan taqqoslanadigan bo'lsak, o'tgan yil masalan 2024-yilda qarib 90% mana shu o'simliklar xuddi mana shu zararkunanda tomonidan zararlanib katta ziyon yetkazgan. Chunki bu sadaqayrag'och mana bizning iqlim sharoitimiz uchun mos bo'lgan o'simliklardan biri hisoblanadi. Mana hozir endi buni ko'pchilik o'rmon xo'jaliklarida ko'paytirilyapti. Hattoki buni masalan chekkaga realizatsiya qilish imkoniyatlari ham vujudga kelyapti. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini kambag'alchilikdan chiqarish va kambag'alsiz hududga aylantirish masalasini ilm bilan yo'lga qo'yish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bugungi kunda Buxoro davlat universiteti, Buxoro tuman hokimligi va Buxoro viloyat prokuraturasi bilan birgalikda Buxoro tumanidagi 36 ta mahalla misolida hududlarni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti. Bu tadqiqotlar davomida har bir hududni bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida Buxoro davlat universiteti tabiiy fanlar va agrotexnologiya fakulteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan 20 dan ziyod ilmiy tavsiyalar asosida, ilmiy ishlanmalar asosida mahalla xususiyatidan kelib chiqqan holatda aholini qiziqishlari va dehqonlarimizni mahsulotga bo'lgan talabi va o'sha mahsulotning bugungi kunda bozor bobligidan kelib chiqib, ularga demak mahallalarda mahsulot yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Ushbu mahsulotlarni yetishtirishda asosan bir sotixlik limon ko'chatlari yetishtirish masalalari yoki o'sha sabzavot ekinlari yetishtirish masalalari, poliz mahsulotlari yetishtirish buni yo'lga qo'yish ham bugungi kunda amalga oshirilyapti. Bundan tashqari Buxoro davlat universiteti olimlari har bir ishlanmani o'zlarida tajriba o'tkazib, buni amalda demak ko'rsatib berib, keyin o'sha hududlarda joriy qilyapti. Misol uchun hozir bugungi kunda aynan biz o'sha Buxoro tumanida joylashgan fakultetimizda demak issiqxonada limon bilan birgalikda pomidor va o'sha bodring, boshqa ekin turlari, gul yetishtirishni amalda ko'rsatib bermoqdalar. Albatta har bir hududni demak iqtisodiyotini o'sishi bu aholini o'sha hududda kambag'al aholi bo'lmasligi bilan ham bog'liq hisoblanadi. Demak, bizlarga ma'lumki, har bir hududning o'ziga yarasha aholining tuproqlarida demak farq juda katta. Mana shuni nuqtai nazardan har bir hududni bizlar mahallasida har bir xonadon misolida ularning o'sha ekin turi, tuproqlarini ilmiy asosda o'rganib, o'zimizning tavsiyalarimizni berib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda Buxoro davlat universiteti olimlari aynan mana shu tabiiy fanlar va agrotexnologiya fakultetining bir qator olimlari tomonidan issiqxonada o'sha limon yetishtirish, bundan tashqari demak o'simliklarning biologik himoya qilish maqsadida organik dehqonchilikni yo'lga qo'yish uchun zamonaviy biolaboratoriyalarni yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari tajriba xo'jaligi mavjud bo'lib, bu ushbu tajriba xo'jalikda dorivor o'simliklarni yetishtirish, demak sabzavot, poliz ekinlarini yetishtirish bo'yicha ham o'zlarini ilmiy tajribalarini olib borib, mana shu ilmiy tajribalarini Buxoro
demak viloyatining hududini rivojlantirishda, demak iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishga xizmat qilishda, ishlab chiqarishda hozir ilmlarni joriy qilib kelyapti. Demak bu qog'ozda qolayotgani yo'q. Xo'p, hozirgi kunda mana shu ishlanmalardan asosiy o'sha ochiq maydonda pomidor yetishtirish. Bugun Buxoro viloyatida pomidor yetishtirish bo'yicha eng katta muammolardan bittasiga aylanib qoldi. Bizlarning olimlarimiz tomonidan nafaqat an'anaviy pomidorlarni, balki o'sha cheri pomidorlarni ham ochiq maydonda yetishtirish bo'yicha o'zlarining tajribalarini aholi bilan bo'lishib kelmoqdalar. Demak, yana bundan tashqari, xo'p, aholi yashash joylarida bo'sh yetgan yerlardan oqilona foydalanish maqsadida qo'ziqorin yetishtirish, bu qo'ziqorinning o'sha shampinyon, vishinka turlarini yetishtirish masalalari yoki o'sha asalarichilikni rivojlantirish masalalarida va o'sha undan tashqari demak o'rdakchilik, g'ozchilik, umuman parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha ham o'zlarining ilmiy tavsiyalarini berib kelmoqdalar. Bu boradagi ishlarni davom ettirib, biz o'sha Buxoro viloyatini iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirishda o'zimizni ilmimizni sarflab, o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz va bu ishdan albatta xursandmiz. Universitetda 2025-yil uchun ilmiy tadqiqotlar natijalarini oshirish, fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlash maqsadida ustuvor vazifalar belgilab olindi. Shu maqsadda universitet kafedralari tomonidan xususiy sektorning ilmiy asosda yechim berish mumkin bo'lgan 73 ta muammolar bazasi shakllantirildi. Muammolar bazasi asosida ilmiy tadqiqot faoliyati yo'lga qo'yildi. Buxoro viloyatidagi mavjud ijtimoiy iqtisodiy muammolar o'rganildi hamda universitet kafedralari tomonidan 23 ta loyihalar ishlab chiqildi. Ushbu loyihalar moliyalashtirish maqsadida ilmiy faoliyatga oid davlat dasturi doirasida e'lon qilingan tanlovlarga taqdim etildi. Quvonarlisi, yangi tajriba sifatida 8 ta loyiha O'zbekiston Respublikasi tomonidan demak Buxoro davlat universiteti olimlari hamda Rossiya, Turkiya, Xitoy, Italiya olimlar bilan hamkorlikda aynan Buxoro viloyatidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga yechim sifatida taqdim etildi. Hozirgi kunda universitetda ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida umumiy qiymati 2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 13 ta loyiha bajarilmoqda. Ushbu loyihalar hududning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari yechimiga yo'naltirilgan. 2025-yilning o'tgan davrida universitet professor o'qituvchilari hamda talabalar tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar Buxoro viloyati va respublika darajasidagi 10 dan ortiq sanoat ko'rgazmalarida taqdimot qilindi. Natijada xususiy sektor buyurtmalari asosida 300 dan ortiq xo'jalik shartnomalari imzolandi va 1 milliard 200 million so'mga yaqin mablag' tushumi ta'minlandi. Ushbu loyihalarga misol sifatida aytib o'tishimiz mumkinki, Beraket agrokimyo mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan o'rnatilgan hamkorlik aloqalari, ushbu korxona bilan ishlab chiqilgan Buxoro viloyatidagi qishloq xo'jaligi ekinlarini agro biohimoya qilish loyihasini aytib o'tishimiz mumkin. Shuningdek, Xanado Grand Service mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan tuzilgan shartnoma doirasida sanoat chiqindilari asosida gazoblok ishlab chiqarish loyihasi, Peshku qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan tuzilgan shartnoma asosida noorganik pigmentlar olish loyihasini, shuningdek Assur Akademiy Buxoro mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan imzolangan shartnoma doirasida davlat va nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini demak fan olimpiadalari hamkorligida o'tkazish shartnomalarini misol qilib aytishimiz mumkin. 2022-2025 yillarda noyob tajriba sifatida, xorij tajribasi sifatida universitetda viloyatda birinchilardan bo'lib akademik mustaqil tuzilmalar, ya'ni akademik tashkilotlar, spin-off korxonalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Spin-off korxonalari akademik mustaqillik, moliyaviy mustaqillik berish orqali ilmiy tadqiqot natijadorligini oshirish va ularni tijoratlashtirishga yo'naltirilgan. O'z demak faoliyat doirasida ushbu spin-off korxonalar hududdagi muammolarni o'rganib, ularga yechim berish hamda bu orqali ilmiy faoliyat orqali mablag' topish faoliyatini yo'lga qo'ygan.